Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday yaxshimisizlar? Men Finlandiyadagi qarindishingizlar, do'stingizlar, tuqqaningizlar, urug' tuqqaningizlar Xalmurod. Bugun bu yerda bu videoda sizlar bilan yana bir qatim yuz ko'rishganligimdan bak xush oldum. Bir xush xabar, nima xush xabar deganda, Yevropada Uyg'ur instituti rasmiy holda qurildi. Bu xizmatni boshdan oyoq elib borgan, barliq tirishchanliklarni ko'rgizib, barliq tirishchanliklari bilan bu xizmatni mumkin qilgan va muvaffaqiyat qozondirgan mening sirdosh do'stim Dilnurni bu munosabat bilan tabriklayman. Bu Yevropa Uyg'ur institutining qurilishi Yevropada Uyg'ur da'vosiningki yana bir qadam ilgirlaganligidan derak berdi. Uyg'ur madaniyatiningki Yevropaning madaniyat poytaxtlaridan biri bo'lgan Parijda texmo yuksak holatda, yuqori saviyada tadqiq qilinishi va uning shu joyda tarqalishi va yo'qolib ketmasligi uchun barliq mumkin qadar tirishchanliklarning ilib berilishiga bir sharoit hozirlaydi va bir sahna hozirlaydi. Bu bizningki hammamizdan xo'sh bo'ladigan bir ishi. Dilnurni men burundan tortib tuniyman. Dilnurni hammangizlar tunaysizlar. Dilnur qarindishimiz o'zi barlig'ini shu bizning Uyg'urlarning ishi uchun, Uyg'urlarni tunutish uchun atab keldi va davomli shunga tirishyotdi. Bu qarindishimizni qo'llaylik. Bu qarindishimizni qo'llaganligimiz o'zimizni qo'llaganligimiz. G'ayrat qiling do'stim. G'ayrat qiling qarindishim. G'ayrat qiling ustoz Dilnur.